ilgari xabar berganimizdek, Buxoro suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan joylarda kuchaytirilgan tartibda reyd tadbirlari amalga oshirilayotgan bo'lib, jumladan Buxoro shahrining Namozgoh ko'chasida olib borilgan tadbirlar davomida 2 nafar iste'molchining ichimlik suvi va oqova xizmatlari uchun 1,5 million so'mdan ortiq qarzdorliklari aniqlanib, Vazirlar Mahkamasining 194-sonli qarori asosida dalolatnomalar rasmiylashtirilib, tegishli tartibda tarmoqdan uzish choralari qo'llanildi. Akasiz ko'rgan payti yo'q paydami shu? Hamma ochdi. Yo'q paydami shu? Ochasiz kuni. Qarang, sochchiga ochib turibdi, aylanmaydi. Buyoqdan suv ko'ylaklarga aylanmaydi sochchiga. Buni qonunida aka, buni qonunni bizlar o'qiganimiz yo'q. aka, joy siznikimi, o'zi men kelib bir narsa qilmoqchiman shu. Mahallaning joyi bu. Siz aytasiz, o'zi kelib, men Rasta bo'ldi, men keldim. Vaqtiga bugun u yo'qlikka nima qilgan? O'zi ham buni qonun bilib turibsiz aka. Buni dakmet qilaman, tamommi? Qani dakmet, o'zi men kelib qilmasam, topmasam siz dakmet qilmaysiz.